Teplizolyatsiyani yoqib, uni tepadan otib, bolta bilan urib reklama qilgandan nima foyda bor? Hurmatli issiqlik izolyatsiyasi, teplizolyatsiya ishlab chiqaruvchilari, sizlar uchun ommaga o'z mahsulotinglarni afzalligini qanaqa qilib tanitish bo'yicha kichik bir foydali maslahatlarim bor. Issiqlik o'tkazuvchanligi, ya'ni teploprovodnosti qanchaligi, qaysi sistemaga, tomga, fasadga qaysi plotnost ishlatilishi, suv shimish darajasi, vodopoglashение, bir kvadrati o'zida qancha og'irlik ko'tarishi, bir kvadrati o'zida qancha bosimni ko'tarishi, yonuvchanlik darajasini GOST bo'yicha G1, G2, G3, G4 yoki NG yonmaydigan mahsulotligini ko'rsatish kerakligi. Mahsulotlarni viloyatlarimizda qaysi dilerlardan olishlari, ularning kontaktlari, sertifikatlari, inson sog'ligi uchun zarar emaslig'i haqidagi laboratoriya guvohnomalari, shumma izolyatsiya, ovoz qaytarish xususiyati, mahsulotlarni montaj qilish ketma-ketligida nimalarga rioya qilish kerakligi haqidagi foydali ma'lumotlarni ko'proq yoritishimiz kerak. Bu video obyektlarga borganimda eng ko'p berilgan savollar asosida olindi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, teplizolyatsiya ishlab chiqaruvchilariga albatta yuborib qo'ying.